bozorni hop strukturasi ya'ni bozor masalan struktura bor. Masalan expansion kecha o'tdim bolalar, expansion, retracement to'g'rimi? Xuddi shunaqa masalan bozor yo expansion bo'ladi, yo retracement bo'ladi, xuddi shunday yuradi. Ya'ni qaysidir maksimumlar, qaysidir minimumlarni qisqa qilib tushuntiryapman. Masalan bozor borgan, siz tepa, ya'ni logikani to'g'rilab olishni tepadaligini bilib olasiz. Mana o'sha tepada o'sha bu high qilgan, ya'ni high. Mana shu yerda turganmiz, siz tepadasiz, bilasiz. Ya'ni logikani to'g'rilab olishni bu narsa tepada. Siz tepada bo'lgan paytingiz hech qachon bu yerdan какой-то yana tepani ko'zlamaysizda. Masalan mana bu mana turibsiz, to'g'rimi? Mana struktura shunday turibdi, mana shunday turibdi. Siz mana bu yerda narxingiz mana bu yerda turibdi. Mana shu yerda turganda siz hech qachon yana teparog'ini ko'zlamaysiz-da. Bu o'sha tepa. Sizga какой-то retracement kerak. Hozir bu expansion bo'lgimiz bizga retracement qilib beradi. Keyin zona qaysi zonaga keladi? Keyin biz o'shandan keyin buni tepaga deya olamiz. Hozir bu turgan joy tepa. Ya'ni logikani tushunishinglar uchun masalan o'sha bundan oldingi darsda o'tdim bolalarga. Mana bu high low, high low, high low, to'g'rimi? Xuddi shunaqa siz highda turganingizni aniqlab olishingiz kerak. Любой bozorda. Qaysidir masalan time frame turibsizmi? Mana siz highdasiz, to'g'rimi? High. Mana bu high. Bo'ldi, high bo'ldi. Tan oling bu high. Ya'ni endi hali o'tmagansizlar bu darsda, просто sizlar o'sha o'tgan darslarim bo'yicha aytyapman bolalar. Какой-то men hozir narsa qo'shsam bolalarga o'tmaganman-da bu narsani. Kecha bolalarga Fibonacci, market struktur, mana shunaqa kichkina narsalar общий qilib o'tildi. Hatto o'tmagan narsani hozir gapiryapman. Premium discount deb gapiryapman. Shuning uchun o'tgan narsani aytyapman. Masalan, Fibonaccining o'sha tepadagi zonasi. Aytaylik, pastdan tepaga tortgan, tepadagi 0.7 zonaga to'g'ri kelib qolamiz. Shunaqa paytda biz haydamiz. Bo'ldi, tan olishingiz kerak. Какой-то 0.5, 0.6, 0.7 kerak. Ya'ni optimal trade entry ga kelsa, keyin siz longga olasiz. Siz bu yerda turibsiz, mana narx mana bu yerda turibdi. Mana narx mana shu joyda turibdi. Siz mana shu narx mana shunday turibdi. Siz mana shu yerda yana long deya olmaysiz siz. Bo'ldi, biz uje tepadamiz. Tepadaligimizni aniqlashimiz kerak. Ya'ni bilib olishingiz kerak. Struktura uptrend da, lekin uptrenddan highda turibsiz siz. Highda bir xil bolalar kiradi, highdan yana high qiladi. Yo'q, unaqa kerak emas. Siz bo'ldi strukturani bildingiz, to'g'ri demaysiz. Endi key levelga kelib berish kerak. Bo'ldi, все. Siz просто tushunaysiz, tepadasiz. Qisqa qilib tilda tushuntiryapman. High pay demasdan. Iloji bor. Savollar bo'lsa qani yozib qo'yaveringlar. Account stream qilish uchun xos bolalar shunday darsda o'tib bolalarga hozir bular menga nima desa bular kurs uchun o'tirganda o'sha darsni bitta o'tib beryapman. O'shani hozir tugatib berib, keyin savollarga javob beraman. Xo'p, mana masalan hayda turibmiz, to'g'rimi? Hozir mana buni bozorda ham ko'rsatib beraman. Prosta hozir bir ikkita yozilgan narsalar bor edi. Xo'p. Mana ya'ni siz highda turibsizmi? Uptrenddasiz, to'g'rimi? Mana high и uptrend. Siz bunaqa paytda kutishni bilishingiz kerak o'zingizdan, ichingizdan. Ya'ni kutish qayergacha? O'sha Fibonacci kecha sizlarga o'tirdi 0.6, 0.7 zonalar. Demak biz endi nima qilamiz? Highda turibmizmi? Demak kutamiz. Все, endi qaranglar, shuni bozorda ko'ramiz. Xo'p, mana bugungi bozor, xo'p aytaylik, qaranglar. Bugungi bozor siz mana xo'p aytaylik, mana bugungi bozor, какой-то oldingi narsalarni analiz qilmaylik. Masalan, bugungi bozor nima bo'ldi? Mana AV degan coin, to'g'rimi? Qaraymiz. Masalan, turibmiz, to'g'rimi? Mana boyaga o'sha high, low narsani bilganmiz-ku biz. O'sha narsa o'rgatilgan. Mana high turibsiz. Mana hozir high ga keldi, to'g'rimi? Trend, mana bu trend. Mana bu trend uptrend. Ya'ni trend ketyapti masalan. Men chizmayman bu narsani lekin prosta tushunishinglar uchun uptrend, ya'ni masalan pastga tip high low hech narsa qilmagan. Prosta siz masalan yana mana shu joyda turibsiz, to'g'rimi? Mana tepasida turibsiz, to'g'rimi? Mana shu yerda turibsiz, to'g'rimi? Mana shu joyda turibmiz biz. Siz bu yerda nimani kutasiz? Siz bu yerdan yana tepani kuta olmaysiz. Mayli high lowdir. Mana high low highda turibmiz. Ya'ni o'zingizlar mana esib turib, tilda esib turibsizlar. Highda turibsiz. Highda turibsizmi? Siz hech qachon bu yerdan yana high ko'zlamaysiz. Какой-то mana bu likvidlar yoki bu narsa o'tmagansizlar likvid degan mavzu, lekin mana shu likvidlarni ko'zlamaysiz. Siz bu haydasiz. Demak bizga nima kerak? Aytayapti, o'sha boyaga tortgan zonamiz bor, sizlarga o'rgatilgan Fibonacci. Qayerdan tortasiz? Siz endi Fibonacci'ni bu yerdan tortmaysiz, bu yerdan tortish uchun bu manbaga kelib. Endi yaqinroq tortasiz. Xo'p, mana. Ko'rasizlar? Qaysi zona?
Вот 05, 06, 07 uchta zona o'rgatdim sizlarga. O'sha zonalarga kelish kerak. Вот endi mana shu zonaga keldi, to'g'rimi? Bo'ldi. Ya'ni sizlarga tushunishinglar uchun mana bu yerda turibsizmi, siz biling haydasiz. Bu yerda turganda ham haydaysiz. Masalan, bu yerda turganda ham hayda bo'lgansizda. Tushunyapsizlar? Ya'ni haydni aniqlab olish kerak. Endi bu narsani agar men hozir вот mana masalan bir kunlik olsam, qaranglar. Bir kunlik olsam bu nimada? Tushunyapsizlar? Вот bir kunlik olsam, уже bu вообще boshqa tema odam. Low, high, low, high. Okey? Tushundinglarmi? Уже bir kunlik olsam вообще boshqa tema. Demak, men endi highdaman, endi men lowni kutaman deydigan narsa bo'ladi-da. Tushunyapsizlar? Marka struktura bo'yicha qarasak. Demak, men aniq bo'lyapti, dailyni уже men highdaman, какой-то FV ga o'tmagansan, FV ga yo'q. Qanaqa zona yoki mana bu Fibonacci'ni bu yerdan bu yoqqa torsam, 0.5 ga tegib qaytayotgan ekan. Deysiz, demak bu dailydagi sham, dailydagi ketayotgan narsa, demak biz down trendda ekanmiz. Ya'ni boyaga borku, expansion retracement hozir bu retracement qilyapti ekan o'tman. Masalan, narx qaytayapti deysizlarda, hayda, ya'ni endi bu hayda, tushunyapsizlar? Demak, daily xo'p, bu down trendni hayda, demak biz endi ya'ni lowni kutamiz daily deb qarab olasizlar. Buni tushundinglar degan umiddaman. Shu joyga qani kimda savol bor? Shu joyga savol bormi, bolalar? Gruppaga yozsanglar, gruppada ham qarab beraman. Hech chiqoqlar ko'ryaptimi? Xo'p, agar mana sevimli mana kimda savol bo'lsa, hozir nima haqida o'tganim tushungan bo'lsanglar, savol bo'lsa, bir narsa bersanglar, uni sразу ответ olasizlar. Xo'p, endi qaranglar. Вот. Mana yozgan narsam qarab oling. Xo'p, assalomu alaykum. Qisqacha reklama. Ko'rishinglar mumkin. Bizning o'zimizning yopiq guruhimiz bor, bilasizlar. Mana Khan Academy Elite degan. Qanaqa? Mana bunda qanaqa signallar bo'ladi? Swing, ya'ni просто tak signal emas bu yerda. Mana polni bozorda qayerdan qanaqa yo'nalish olishi va tagida mana qayerda likvidatsiya bor, qayerda kelib, qayerda resistant, bozor qayerdan qaytadi, nima qilamiz yana. Tushunyapsizlarmi? Hamma ma'lumot beriladi, просто tak signal emas bu. Tashlab ketilmaydi. Mana shunaqa tartibda beriladi signallarimiz. Kunlik daily basis Bitcoinni tashlab turamiz. Signallar qanaqa tartibda? 1 ga 2 shunga o'xshash savdo qilamiz. Ko'rishinglar mumkin. Masalan, mana signal tartibi, mana short, tepada panellar hammasi bo'ladi va mana foydalar. Foydani masalan bolalar ham mana shu signalga kirgan bo'lsa, panellar to'piga mana o'zlarining signal natijalarini tashlashadi. Ko'rishinglar mumkin. Xo'p, shu. Undan keyin pump coinlar bilan ishlaymiz biz. Bilasizlar, 1000%, 2000% qilamiz, lekin kichkina summa bo'ladi. Buni tushuninglar. Biz katta summa qilmaymiz. Bu kichkina summa pump coinlarda, masalan, mana Dogus coiniga ishlaganmiz. Mana Dogus berilgan coinni, вот, masalan, mana o'sha foydalar. Bu yerda stop loss deb hammasi ochiq oydin bo'ladi. Qo'shilmoqchi bo'lsanglar, mana shu bizning signal guruhimiz. Narxlari bu qanaqa desanglar, mana yozilgan 1 oylik 30, 2 oylik 50, 3 oylik 80 dollar. Bemalol akkont 25 ga Telegramdan yozsanglar, o'zim javob beraman. Bemalol qo'shilib, sizlar ham biz bilan birga shu bozor bilan foyda olsanglar bo'ladi. Charchamanglar, sog'lom bo'ling. Endi sizlarga xo'p o'tiladigan ko'rsatiladigan narsa, вот, demak siz просто bilib olasiz. Endi shuni lowdaligimizni aniqlab olishimiz kerak. Masalan, siz mana trend ketyapti, to'g'rimi? Narx ketyapti, mana high, low. Siz mana bu yerda turibsiz. Siz qaysi biridan qayerdasiz hozir? Mana savol sizga qayerdasiz? Mana low, demak biz lowdamiz. Endi bunaqa turgan joyda biz nimani qidiramiz? Bu yerdan siz yana какой-то short yoki yana pastroqni ko'zlamaysiz-da. Какой-то momentdagi likvidlar chizib bu oldingi narsa. Demak, bizga nima qilish kerak bo'lsa, har doim K level yoki o'sha Fibonacci'miz bor, sizlarga o'sha. Endi bolalar, nimaga Fibonacci deyapman? Masalan, bularga o'tirgan narsa endi Fibonacci, какой-то FV hali o'tirmagan, shuning uchun Fibonacci deyapman. Xo'p, masalan K
kelyapti. Demak, siz bu yerda turibsizmi? Demak, men lowdaman, lekin men hali yana lowni ko'raman. Da, meni maqsad nima? Men chizib olgansiz какой-то zona, to'g'rimi? Zona qo'yib qo'ygansiz, yana lowga boradi deb. Lekin endi siz bu yerda enter qilmaysiz. Enter zonangiz bu yerda bo'lmaydi. Siz kutasiz narxdan. Masalan, qaysidir zonagacha maksimum o'sha diapazon qanaqa zonaga kelib qoldi. Siz maksimumdan hozir yana sразу yana maksimumni ko'zlamaysizda. Maksimumdan minimalniy pastga tushganda siz savdo qilishingiz kerak. Har doim bu narsa bo'lishi kerak. Stop lossni kichraytirish uchun ham har tomondan bu narsa kerak. Demak, men tan olaman, men pastdaligimni, ha. Demak, men pastdan yana pastni izlamayman, men pastdan tepani izlayman. Xo'p, bugungi bozordan bitta isbot qilib sizlarga ko'rsatib beray. Xo'p, mana bugungi mana AV, to'g'rimi? 4 soatlik. Yoki mana OP, qaranglar. 4 soatlik mana bugungi bozor, realniy ответ sizlarga vot. Mana masalan qaranglar. 4 soatlik mana high low to'g'rimi? High low OP, high mana high edi. Ya'ni low high, to'g'rimi? Qaranglar. Mana shu joyda biz tepada edik. Ya'ni mindset ishlatamiz, bu yerda biz tepadamiz. Demak, men tepadan hozir men yana какой-то mana bu zonani izlamayman. Turibdi, to'g'ri, lekin mana tepada turibdi, mana bu yerda likvid. Bu zonani izlamayman. Bu yaqindir, какой-то yaxshi kelib qolgani, lekin men haydaman. Menga nima kerak? Menga optimalni minimum risk yoki optimalni trade enter. Вот menga nima kerak? O'sha narsa. Bularga endi Fibonacci o'rgatilgan, Fibonacci qilib ko'rsatib. 0.6, 0.7 kelish kerak. Endi men haydaligimda men nima qilaman? Men mana shu meni targetim bor, to'g'rimi? Meni tepadagi zona emas, meni targetim. Endi pastroqdagi zona bo'ladi. Demak, men haydamanmi? Haydan men какой-то pastroqdagi zona. Вот mana ko'rishingiz mumkin. Men hayda masalan bolalar bilan birgalikda short ochganmiz. Mana New Yorkka вот mana ochilgan, u ishlandi. Ya'ni pastiga men haydaligimni aniq, ya'ni tepadaligimni aniqlab olganimdan keyin men qayerga ishladim? Pastiga ishladim. Bu demak men aniq tepadaman, demak men pastiga ishlab olaman. To'g'rimi? Xuddi shunaqa narsa. Masalan mana bolalar bilan birga ishladik. Xo'p, qani? Вот mana ko'rishingiz mumkin. Masalan mana OP 112%, 52 da 2% ushlandi savdo. Undan oldingisi mana AV любой coinga ketaveradi bu. Любой coinga tashlaysiz, savdoni ochib yuborsangiz bo'ladi, ishlaydi. Вот mana trend просто tushunasiz, qayerdan? Вот mana hop 44%. 2% ishlandi. Вот mana analizimiz bor. Shunaqa, ya'ni haydaligimizni aniqlab olgandan keyin bozor shunaqa. Tushundingizlar degan umiddaman. Bu narsani yaxshilab tushunib oling. Siz masalan tepadaligingizni, pastdaligingizni aniq bilib olganingizdan keyin bozorda masalan qayerga ketyapti, masalan qaysi yo'nalishda hozir nimaga boryapti, siz bozorni chustva qilasiz, his qilasiz o'zingizda. His qilganingizdan keyin masalan bu trendni siz bilasiz, qachon buzilishini, bu trend qaysi zonaga qachon borishini har doim his qilib turasiz. Hop, qani endi. Demak, tushundinglar degan umiddaman. Tushunmaganlar bormi? Qani, unda yozinglar YouTube'da. Savol yo'q hozircha. Bo'ldi. Tushunayotgan bo'lsanglar yaxshi. Xo'p. Вот mana qisqacha mavzu, lekin realniy bozorda ishlaydigan, har doim ishlatsa bo'ladigan narsa. Вот. Mana shu yetarli deb o'ylayman. Hozircha darslarga mana shu endi bir ikkita indikatorlar o'rgatildi. Mana bu indikatorni ham o'zingizga qo'yib olaylar. SMA. Ustoz o'rgatgan indikator bu. Masalan mana shu nastroykasi, buni indikator poistga yozasizlarda mana. SMU, hop. Mana короче вот mana da nomi. SMU, mana SMUUTH, Smoothing Moving Average combo bosasizlar, mana nomi Frankiz degan odamniki. Nastroykasi kiramiz. Kirgandan keyin buni mana 7.25 qo'yamiz, bo'ldi. Endi bu katta time frame da ishlaydi. Bu time frame yaxshi ishlamaydi. Masalan, qaysi coin? Bundan fill coinni qo'yamiz, daily ga olamiz. Men indikator bilan ishlamayman, to'g'risi, lekin masalan bozorda hech narsani ko'rmay qolasiz mana. Savol. Hech narsa bozorda ko'rinmayaptimi? Range yurtdimi? Bo'ldi, indikator qo'yib olaman. Mana dailyda o'zi ko'rinmayapti, 4 soatlik. Xo'p, 4 soatli 4 soatli ham yo'q. Yo'q, bu hozircha uncha yaxshi emas. Buni yaqinroqdan qilib tortish kerak. Просто men hozir sizlarga oldinroq time frame ko'rsataman. Какой-то long bozorga kirib qolgan paytingizda bu cho'tka ishlab beradi. Sizlar mana bu bozor tushmagan vaqtini qaranglar. Ya daily qaysi coin topsak bo'ladi? Misol yaxshi qilib bering. Просто hozir bozor tushgan-ku, o'shaning uchun bu indikator yaxshi ishlamaydi. Hozir lekin masalan qaranglar. Masalan mana say qaranglar. Bu masalan indikator endi
sizlarga masalan какой-то yaxshi zonalar bo'ladi, bozor yaxshi bullish trendga kirib oladi, o'shanaqa momentda qarab qo'yadigan indikator bo'ladi bu. Masalan, mana bozor o'tib oldi, to'g'rimi? O'tib olgandan keyin ko'k tepasiga o'tish kerak, sarig'i pastga. Mana tekkanda buy qilasiz, masalan, qo'yib qo'ydik. Hop, buni yaxshiroq o'yin topaylik, o'xshamaganda uni. Ya'ni o'zi kelib qoladi bozor, o'shanaqa vaqtda savdo qilishingiz kerak. Bu coinni masalan mana qaranglar. Masalan, endi bu boshida momentlar o'xshamagan. Xo'p, men meri masalan bitta enter qilishni boshlayman. Mana o'tib oldi, bizga sariqdan tepasiga o'tib olish kerak. Ko'ki tepada qolish kerak, sariq pastda bo't mana. Stop loss mana shunday qilamiz, oldingi attiqiga qo'yib qo'yamiz. 12%. 12%. Masalan, yana kelganda yana kirdingiz. Xo'p, mayli, stop loss deylik buni. Masalan, sariqga qo'yib qo'ydingiz, mana 5% stop loss. Xo'p, yana kelganda masalan, mana o'tib olgandan keyin yana bitta enter qildingiz. Va masalan 48% qilib berdi. Shunday ishlab ketaveradi. Masalan, keldi, ketdi. Xo'p, mana masalan men yerda yana bitta keldi. Xo'p, mayli, bu stop loss deylik. Xo'p, mana masalan. Endi bullish trend kelib qoladi. Siz trendni mana tushundinglarmi? Tushunganinglardan keyin masalan o'sha indikator prosta qo'yib qo'yasizlar o'zinglar uchun. Bozorda hech narsani ko'rmagan vaqtinglarda ko'rsanglar savdo qilaverish kerak, bunga qaramash kerak. Masalan, mana high bo'ldi, yashilga tekkan paytda mana bitta enter ochdingiz. Xo'p, masalan, men bitta eshitdingiz uni. 15%. Xo'p, hozir mana sizlarga prosta statistika qilib ko'rsatib beraman. Ustoz o'rgatgan indikator bu, prosta sizlar foydalanish bilmaysizlar yoki qaramaysizlar. Bu narsani ustoz o'rgatib ketgan. Qancha mana ko'kka tekkan yana bitta bor. Men bitta yana bitta beraman. Sinabot. Какой-то trendga kirib qolamiz, bullish trend yoki bir narsaga kirib qolgan vaqtida masalan necha marta ishlab beradi bu. Buni qancha o'zim ishlagan buni. Xo'p, masalan, men bitta stop loss yedingiz. Endi bu yerda o'sha trend, ya'ni siz trendni bilasiz, to'g'rimi? Boyagi trendni bilganingizdek, siz bu yerda yana kelganda, o'sha shuncha o'sgan narsaga yana long ochmaysiz, to'g'rimi? Xo'p, bu yerda kirmaymiz. Biz kallamiz chatamiz. Xo'p, mana masalan necha marta? 1 2 3 4 5 6 mana 6 marta sizlarga long bozor qilib bergan. Daily time frame'da hammasi 10%, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40% gacha qilib bergani bo'ldi. Masalan, mana 4, 5, 6 marta o'sha bullish trend kirgan vaqtida 6 marta qilib berdi, 2 marta stop loss yedingiz. Shuncha masalan stop loss o'zi ham 5% bo'lsa, bu 7%. 5 kere 7, xo'p 35%. 35% minus, lekin qancha foiz plus? 14, masalan 48, mana 15, 23, 22, 39%. Mana shu indikatordan foydalansanglar bo'ladi. Xo'p, bolalar, mana bugungi dars tamom. Mana shunday qisqa dars foydali bo'ldi degan umiddaman. Va bu mana ko'rishingiz mumkin, o'sha Khan Academy Elite degan bizning mana yopiq guruhimiz bor. Mana signal, swing, umumiy darsliklar, signal qilish, challengelar qilamiz. Mana shu signal gruppamizdagi mana to'lovlari. 1 oylik esa $30, 2 oylik 50, 3 oylik $75. Bemalol qo'shilsanglar bo'ladi. To'liqroq ma'lumotni albatta shu adminga yozsangizlar yoki mana shu Instagramga yozsanglar to'liq ma'lumot beriladi. Biz bilan birga savdo qilmoqchi bo'lganlar yozinglar. Mana 1 oylik to'lovlari bor. Signal gruppamizga siz ham kirib savdo qilishingiz mumkin.